Mana shu kichkinagina narsa sizni restavratsiyalaringiz jarayonini anchagina osonlashtiradi. Modelировочный smala restavratsiyada ishlatiladigan shaffof bo'lgan suyuqlik. Nimaga uni ishlatishimiz kerak? Modelировочный smala kompozit bilan ishlashda bizga ancha qulayliklar beradi. Masalan, kompozit quruq holda bo'lganda unga shakl berishimiz, uni silliqlashimiz juda ham qiyin bo'ladi. Modelировочный smala bilan har xil brush yoki kistichkalar bilan ishlaganimizda uni to'g'ri shakl va silliqlashimiz ancha oson bo'ladi. Yana bir muhim eslatma bor. Modelировочный smalani kompozitlar orasiga emas, eng oxirgi qatlamda, ya'ni eng oxirgi sloyda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha holatlarda modelировочный smalani ishlatish o'rniga primer yoki bond ishlatishadi, lekin men unaqa qilishingizni tavsiya bermayman. Chunki primer yoki bond bu adgeziv sistemalar hisoblanadi. Ular faqatgina tishga kompozitni yopishtirish uchun xizmat qiladi. Bu bo'lsa o'z nomi bilan modelировка qilish uchun ishlatiladi. Buni ishlatish tartibi perchatka yoki maxsus idishga quyasiz, juda ham kam tarzda. Undan so'ng brush yoki kistichka yordamida bo'ktirib olasiz. Bo'ktirib olgandan so'ng minimal tarzda qolguncha perchatkani o'ziga surasiz. Undan so'ng esa kompozit bilan ishlasangiz bo'ladi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Siz restavratsiyalaringizda modelировочный smala ishlatasizmi? Agar ha bo'lsa, qaysi firmanikini izohlarda yozib qoldiring.